Shayxontohur tumani Huvaydo mahallasidan chiqqanmiz 4 sotixli yangi qurilgan eksklyuziv uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Shayxontohurdan uchastka qidirib yurgan yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yildi. Orientirlarni, hamma ma'lumotlarni aytib ketaman. Har doimgidek ko'chadan boshlab ko'rsataman. Bu xonadonimizni remont qilingandan keyin hali hech kim yashamagan. O'tlarni ko'ryapsizmi? O't yotganiga qarang, darvozaxonadan tushuntirib beradigan bo'lsam, ko'chalari keng, asfalt bo'lgan. Xonadon ichini qanaqa ko'ryapsiz fasadini? Ko'chani ham xuddi shunaqa qilib qo'yishgan. Darvozaxonadan kirasiz, hovliga ikkita mashina bemalol sig'adi. Ko'ryapsiz, fasad ishlarini original traventin tosh qilishgan. Asosiy binoga yo'lakdan ham kirsa bo'ladi. Mana shu chap qo'ldan kelinglar, sizlarga bu yoq pastki etagidan ko'rsataman. Chunki gir aylana chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana chap qo'lni zinani ko'ryapsizmi? Chiqqaningizda keng katta mehmonxona alohida qilingan. Faqat kiraverish eshigi mana shu yerda bo'ladi. Ugaloklari qo'yilgan, stul zonasi bor, keyin divan kreslo zonasi bor. Bemalol mehmonni kutib olsangiz ham bo'ladi. Birinchi bo'lib sizlar kiringlar, ketinglarda men kirib ko'rsataman. Kirib kelaverish kattagina hol bilan boshlanadi. Ko'ryapsizlarmi? Endi har qayerda remontiga rostagasin pul tiqqanlar, narxi ham xudo xolisi yuvosh narxi chiqadi. Lyustralariga e'tibor bering, xonadonimizni tanishtirib ketamiz. Chap qo'lda birinchi yotoqxonani ko'rasiz. Ikkita xo'jalikka agar oladigan bo'lsangiz, shu xonani bolalar uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz, yonida ikkinchi xona bor. Buni kattalar uchun yotoqxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi zo'r tarafini ko'ryapsizmi? Deraza bilan batareyani mana shunaqa dekorativniy qilib bekitib qo'yishgan. Qarang, mana shu yo'l orqali ketiladi. Ketma-ket sizlarga ko'rsatib ketaman. Mana mashitlarni oyog'ini tagini cho'pli pol qilingan. Yurganda mana o'ng qo'lda sanuzeli, yuvinish xonasi hamda ichida hojatxonalari qilingan. Oshxona mana shu bo'ladi. Boya tepada mehmonxona ko'rsatdim-ku, zinani tagida. Alohida kiraverish eshigi. Bu yoqdan ham kirsangiz bo'ladi, bu yoqdan ham bo'ladi. Hamma bitovoy texnikalar Hoffman brendiga tegishli. Hattoki mana bu yerda kir yuvish mashinalarigacha qo'yib qo'yilgan. Mana рабочий stulni ko'ryapsizlarmi? Quyma ekan. Xullas yurib kelamiz. Bu kuxnya bo'ladi. Mana chap qo'lda ko'radigan bo'lsangiz, yana bitta umumiy sanuzel, bu sanuzelga hovlidan ham kirsa bo'ladi. Mehmonlar kelganda olib kirish uchun. Yerto'laga tushib ketirish podvalga mana shu hovli tagida podval qilingan. Qarang, mana bu to'rli jigaran eshikni ko'ryapsizmi? Boya darvozaxonadan ko'rsatdim-ku, ana shu yerdan ham kirsangiz bo'ladi. Bekorga ikkita xo'jalik demadim. Chap qo'limizda mehmonxona qilib qo'ying yokida рабочий zonami xohlagancha foydalaning, chunki spalniyalar ko'p-da. Yurarkanmiz, hozir tepa qavatni ko'rsataman. Chap qo'lda bu yana bitta yotoqxona bo'ladi. Hamma kerakli shart-sharoitlar qilingan. Oyoqning tagini ko'ryapsizmi? Zinalarni toshdan qilingan, original traventin toshdan. O'zi quruvchilar, mana bunaqa imorat qurib yurganlar bittada ko'rib, srazu aytadi, har qayerda sifatli narsalar ishlatilgandir. Chiqib keveramiz, kattagina hol ko'ryapsiz. O'ng qo'lda birinchi bo'lib yana bitta yotoqxonani ko'radigan bo'lsa, hamma kerakli sharoitlar qilingan, hattoki pardalari, konditsionerlarigacha ilingan. Konditsionerlari ham Hoffmanniki. Qarang, mana master spalnini ko'ryapsizmi? Razmerini, kattaligini shunaqa zo'r qilinganda. Mana bu yerga garderobning uchun sharoitlari bor. Orqa tarafini ko'ryapsizmi? Ana bo'yanishga va hokazolarga bemalol qo'yib ketsangiz ham bo'ladi-da. To'g'riga televizorni ilasiz, mana bu yerga bitta divan qo'yasiz. Kravatlari bo'lsa to'g'rida bo'ladi. Ikkita biralari ilingan. Ichida o'zini sanuzeli bor. Bitta mana shu xonaning ichida sanuzeli bor. Ikkiga mana to'g'rida bitta umumiy sanuzeli bor. Atapleniyasi alohida qilingan. Bu imoratniki alohida, pastki etaginiki alohida. To'g'rida sanuzel, kotyol ham o'sha yerda ilingan. 4 sotixga qurilgan, lokatsiyasi aytib o'tdim, Huvaydo mahallasi bo'ladi. Oqtunka masjidining shundoqqina yonida bo'ladi. 39-maktabning oldi tarafidagi ko'cha. Telegram kanaliga o'tib oling, aniq lokatsiyasi Telegram kanalida. Narxi keladigan bo'lsa, $425,000 startviy so'rashyapti. Qiziqqanlarga pastda nomer qoldiramiz. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib keting.